Assalomu alaykum. O'tayotgan hafta davomida Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi markaziy apparatida hamda hududlararo tizimda ro'y bergan muhim xabar va yangiliklar bilan matbuot xizmati tanishtiradi. 22 aprel Butunjahon yer kuni munosabati bilan poytaxtimizning Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida O'zbekistonda yer resurslarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari, istiqbol vazifalari mavzusida ilmiy amaliy tadbirlar majmui bo'lib o'tdi. Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi tomonidan tashkillashtirilgan mazkur tadbirdan ko'rgazma, ilmiy seminar va ko'ngilochar konsert dasturi o'rin oldi. Bu bayram sohaga bevosita taalluqli bo'lgani bois respublikamizning barcha hududlarida katta tantana qilindi. Kadastr agentligi tomonidan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasini ishlab chiqish bo'yicha ahamiyatli masalalarni hal etish yuzasidan Oliy Majlis deputatlari ishtirokida Davlat kadastrlari palatasida uchrashuv tashkil etildi. Deputatlar qonun loyihasini ko'rib chiqish bilan bir qatorda Jahon banki loyihasi doirasida yaratilgan UZCAD dasturida ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlari hamda davlat kadastrlari yagona tizimi yuritilishi bilan tanishtirildi. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasi mutasaddilari ishtirokida O'zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati hamda kadastr agentligi tizimida aholiga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. 22 aprel Butunjahon yer kuni munosabati bilan Milliy matbuot markazida o'tkazilgan matbuot anjumani jonli tarzda UzReport TV telekanali orqali namoyish etildi. Davlat kadastrlari palatasining Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari boshqarmalarida faoliyat yuritayotgan rahbar o'rinbosarlari va tuman shahar filiallari rahbarlari Davlat boshqaruv akademiyasining Qarshi shahar filialida malaka oshirish kurslarida ishtirok etishdi. Sirdaryo viloyati boshqarmasida agentlik va palata xodimlari uchun yig'ilish o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa normativ huquqiy hujjatlarga rioya qilish hamda korrupsiya holatlariga qarshi kurash va ularning profilaktikasiga faol ko'maklashish, ichki intizomga xodimlarning qat'iy amal qilishlari bo'yicha fikrlar bildirildi. Ana shu mavzudagi tadbirlar, uchrashuvlar barcha hududlarimizda tashkil etildi. Jizzax viloyati Jizzax shahri va Sharof Rashidov tumanlaridan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi 71-son qarori asosida dastlabki mulk huquqi bilan yer uchastkalari e-auksion.uz saytida savdoga chiqarildi. Davlat kadastrlari palatasining Xorazm viloyati boshqarmasi binosida sud organlari bilan hamkorlikda davra suhbati o'tkazildi. Ushbu davra suhbatida viloyat sudi hamda Urganch shahar sudining sudyalari va Davlat kadastrlari palatasining Xorazm viloyati boshqarmasi hamda filial xodimlari ishtirok etishdi. Davlat kadastrlari palatasining Namangan boshqarmasida topografiya, kartografiya va xaritalarni tayyorlash bo'limi faoliyati tahlil qilindi. Boshqarmaga yil boshidan beri 578 ta murojaat kelib tushgan, shundan 293 tasi ijobiy hal etilgan. Namangan shahrida 6 ta sanoat korxonasi mavjud. Ushbu sanoat zonalarida har oyda 30 ga yaqin murojaatlar kelib tushadi. Aholining kadastr sohasidagi murojaatlarni ko'rib chiqish maqsadida Nukus shahrida kadastr agentligi direktorining o'rinbosari Mirmaqsudov boshchiligida sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabulda fuqarolar kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, davlat ro'yxatidan o'tkazish va kadastr bilan bog'liq boshqa muammolari bo'yicha murojaat qilishdi. Bizda hozircha shular. Kadastrga oid savollaringiz bo'lsa, bizning Telegram bot hamda muntazam faoliyatdagi yagona aloqa markazimiz doimo xizmatingizga shay. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.